Yakkasaroy tumani Salamantina mahalliga keldik. Bu uyimizda 2 sotuv, 3 ta xona, 2 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana zona qo'yilgan. Bu yerda bitta mashina sig'adi, tashqariga bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda bizda hojatxona, bu yerda kotelnik bizda. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamizdan kattagina ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bizda sanuzel. Burada spalni. Burada bizda zal. Hamma mebel texnikalari bilan bu uyimizga 149 ming so'raymiz. Yakkasaroy tumani Salamantina mahalliga keldik. Bu uyimizda 2 sotuv, 3 ta xona, 2 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana zona qo'yilgan. Bu yerda bitta mashina sig'adi, tashqariga bitta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda bizda hojatxona, bu yerda kotelnik bizda. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamizdan kattagina ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bizda sanuzel. Burada spalni. Burada bizda zal. Hamma mebel texnikalari bilan bu uyimizga 149 ming so'raymiz.